Necha pul bo'ldi aka xunachi? Qancha deysiz? 11 Ha, 11 million 600 ming. Yaxshi, barakasiz. 11 million 600 ming. Akalar, xunachi 11 million 600 ming bo'libdi. Bu novvos qancha bo'ldi? Novvosmi? Aka, jupa qancha bo'ldi aka? Jupa. 12 Qancha bo'ldi aka? Ha, ular tashlandilar. 12 ga 13 million, ha? 25 million bo'libdi-da, ha? 25 million bo'libdi akalar. Qancha bo'ldi? Ha? 14 million bo'libdi akalar, 14 million. Mana novvos, 14 million, 1 metr. Qancha bo'libdi bu? 10 million. 10 million, yaxshi. Ketdi. Qancha bo'libdi bu? 15 million. Sotildimi? Savdo bo'lyapti 15 million 600. Savdo bo'lyapti keyin ham olsa yana. 15 million 600 ming. 24 million. Ha, bolasi novvos ekanmi? Sotyaptimi? Bu sigir savdo bo'lyapti. Rasul aka olyapsizmi, sotyapsizmi? Sotyaptimi? 20 nechi? 27 million. 27 million yaqinmi? 8 oylik. 8 oylik. Assalomu alaykum. Tornado rasmiy kanalining asoblashilari. Uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qadrdonlar. Biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Kommunal chorva bozoridan bo'g'oz sigirlardan, inabola sigirlardan ozgina e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, kommentariya fikrlaringizni bildiraverasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekanimiz 10 tomon obuna bo'lib, chap tomonda like tugmachasini bitta bosib pasman shu yerda. Kim qayerdan ko'ryapti yozasizlar. 9-noyabr 2025-yil 8 oylik bo'g'oz ikkinchisiga 27 million qancha? 27 million. Rost 27 ning o'zi. Birinchisi ikkinchisi ekan. Ikkinchisiga ekan akalar. 8 oylik atrofida. Barakasi bersin. Zo'r. Like bosib ketaveramiz. Necha pul bo'ldi aka? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bo'g'ozmi bu? Bo'g'oz 3,5 oylik. Necha pul bo'ldi? Buni bo'lishi 10. Yomon ekana. 14 beryapmiz. 14 million. 13 ga berdik. Bunisimi, qorasimi? Ha? Sotaverasiz. Yaxshi barakasi. Ikkinchisiga, ha? Necha oylik dedi? 3,5 oylik. Hosti bormi? Yo'q ekan. Yaxshi barakasini bersin. Zo'r. Salomat bo'linglar, ha? O'zingiz omon bo'ling. Xullas, akalar. Sigirlar ko'rsataman deyatdim, novvos kelib qoldi. Ko'rsatmasam ayib bo'lsa kerak. 400 kilolik novvos. 420, 430 atrofida chiqsa kerak. Aka necha kilo bo'ldi? Necha pul bo'ldi? Lag bosib turasizlar akalar. 420 bilan 430. Akalar, kim qayerdan ko'ryapti o'zib qolsinlar. Kommunal chorva bozori. Buqalardan chiroyli qilib olib beraman. Shimyoningizga olib beraman akalar. Necha pul bo'ldi aka bu? Qancha? Necha pul bo'ldi? 59,5 ming. 59.500 so'mdan taroziga. 5 tasini. 5 tasi 59.500 so'mdan. Bo'ldi 25 ta, 26 ta. 21. Necha kilo salog'indagi? 21 kilo, hozir 23 kilo olgan. 21 kilo chiqdi. 421 kilo. Agar 450 kilo atrofida adashmasam, mana atrof. 450 atrofida. Necha kilo keladi aka? Buni 450 atrofida ko'ryapman. Narginacha dadilroq o'xshayapti. 430 bilan 450 o'rtasida bo'lsa kerak. 59 mingdan tarozi. To'g'risi 40 mi?
450 mi? Ha, toç. Ha. Toçni uribman, ha? Ko'rdingizmi? Bittalayibman. Aldan. Nima demayman. Vosib kelsa kerak hozirgina. Qorinliroq ekanda. Bu ham 450 dan vosib kelsa kerak. Bumi? Yo'q. Oz ko'ryapsiz. Necha kilo chiqdi hozirga? 442 kilo chiqdi akalar. Juda ko'proq ko'rib qo'yibsiz buni. Xullas shunaqa. Bo'g'oz sigirlardan ko'rsatyotgandim. Ko'rsatmoqchi edim. Yana bola sigirlardan ko'rsatmoqchi edim. Hakka mashinani qo'yishib yuboribdi. Sigirlar bozori ketdi ekan. Bu necha oylik bo'lgan do'stim? 8 oylik. Necha pul? Alaykum assalom. 35 milyon hayriyasi. 35 million xayri bor. Bozor qancha qildi buni? 30 var. Ha? 31 million qildimi? Yaxshi. Ya bo'ldi, ko'rsatmay qo'ying, ko'rsatmay. Shartmas. Sen qiynadingizlar, qiynadingiz. Bo'ldi, qo'yavering dedim-ku. Xullas, akalar Xudo berdi, Xudo berdi. Bu necha bo'libdi? Assalomu alaykum. Xudo berdi, qaraysiz. Osh tashladimi ertalar ko'rsizmi? Ha. Necha pul bo'ldi? Necha pul bo'ldi bu? Necha oylik bo'lgan? Yana bola sigirlar to'g'risini yaxshisiga chiqmay qo'yibdi, ochig'ini aytib qo'ying. Lekin mashina bozori o'lyapti aka. Mashina bozori bo'lib ketdi, haqiqatda. Mol bozori yo'qolyapti. Bilmayman. Ha, buncha to'g'ri. Bitta bu bozor. Qancha mol olishmayapti aka? Aninglar bilan necha pul bo'ldi ekan? Akalar g'o'najinlardan, ko'chadan yana ko'rsatib boraman video davomida. Chimyonzga o'tsalar, to'lka novvoslar bilan g'o'najinlar semizidan ko'rsatib beraman. Like bosib turinglar. Akalar, mana ushbu g'o'najin 18 millionga berilmabdi. Tornado rasmiy kanalidan ko'rdim deb telefon ham qilaverasizlar. Chimyonzga ham olganman. Bittadan like bosib davom ettirasizlar. Bir oylik g'o'naji bor ekan. Rosa chiroyli g'o'najin, tish buzishga kelibdi. Bitta tish yo'q ekan, bitta tish. Hozir moraganda ko'rib qoldim. Telefon nomerini aytishda necha edi boshqa? 231 70 08. 90 231 70 08 ga telefon qilaverasizlar. Xo'p. Yana mana maydaxonachilardan ko'rsataman. Hozir ko'ramiz. Ishi sog'lig'i joyida bermoqlar. Necha puldan necha pulgacha? Ana ikkovi 8 dan bo'ldi. Qaysi ikkovi? Ikkita 8. Ikkovi qora 8 milliondan. Mana qora ham zo'r narsa, sigirlardan oq yelin narsa. Zo'r aka, chiroyli narsa ekan. Buchi bu? Ikkitasi. Ha. 15 million 600 bo'ldi, chipchabilash bitta. 15 million 600 ga bermadi. 7 million 800 danmi? 7 million qanchadan? Yarim nechaga 8 bo'ladi, tamom. Ha, nomer nechi edi? Prosta oq mol basaman. Nomer nechi edi? Nomer nechi? 126. Nechili? 94li 700 94li 326 70 19. Rahmat, Tuzim Sochtoq, assalomu alaykum. Qo'ylar uydan ham sotib dastlab Xo'p, baraka toping. Ha endi. Assalomu alaykum. Aka nech bu? 9,5 million ekan hozirga. Qani bora 9,5 million. Bozor qancha qildi? 83 qilyapti. Hozirga Berasizmi 8 million 300 ga? Assalomu alaykum. ozgina qo'shilsa beraveramiz. Siz saxiy insonsiz, yaxshi insonsiz. Yana bormi? Bor, 25 tacha bor fermada. Uyda. Nomer bering, nomer. 91lik 91lik 670 1648. 670 06 48. 16 48. Bu qancha bo'ldi bu? Bu 92 ga boribdi. 90? Ha, mana bunisi 94. 9 million 700, 9 million 9 million 200. 200 mi? 200, mana bunisi 94. Bunisi 94, yaxshi. Arzon. Nomer berasizmi? Dehqonchilik. Ha, yozing aka 91lik. 91lik 119 119 88 45. Baraka topinglar. Hozir uchala hammasiga shu nomer bo'ladi. Rahmat. Xo'p. Mana qo'nading. Nech pul bo'ldi bu? 7 million bermayapti. 7 millionga 6 million 9. Assalomu alaykum. 7 million bermayapti. Yaxshi, barakasi. 7 beravermaydimi? Yaxshi bo'lgan ekan, ha? 7 million. Savdo qilyapman, bermayapti. Siz savdo qilyapsizmi? Ha, 7 ga bermayapsiz. Buni-chi? 6 ga beryapmiz nima deysiz? Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Yaxshi bo'lasin aka. Yaxshi. Nomer yo'qmi do'stim, nomer? Nomer yo'qmi? Telefon nomer bormi yo'qmi? To'ramiz. 95lik. 95lik 677 0552. Rahmat, barakasini bersin. Rahmat. Rahmat. Akalar mana g'unajillar. Ha, hozir g'unajillar olyapman. Necha pul bo'ldi? 18 qilishdak olsun. Jupiga. Eka qoralar 9 milliondan 18 millionga berilmabdi. Bu necha pul bo'ldi bu aka? 7 million. Berasizlarmi 9 milliondan 18 ga? Ozgina qo'shilsa beraman. Ozgina dastlabki ham qo'shilsa-chi? Olib borib ber. Unchaga ham qo'l so'qatib Assalomu alaykum. Nomer bering. 95lik 95lik 108 108 0595. 0595. Barak. Shuni o'tdi, ikkita novvochchasi ham bor. Qizil nuqtada baylanadi. Ha ha. Novvochcha ham sizdan. Ko'rsatib qo'yaman. Ko'rsatib qo'ying. Xo'p. Yangisi, yangi hamma narsani aka. Zo'r bo'lib ketgan aka, zo'r bo'lib ketding. Zo'r bo'lib ketding. Zo'r bo'lib ketding. Akalar, bu g'ona ikkala g'onajinni 9 dan 18 ga berishmabdi. Bular shunaqa nomerlarni qo'yganmiz. Bu necha pul bo'ldi bu? Necha pul bo'ldi? 9 kami bor. Bozor qancha qildi? 8 million. Quloqlar lapto'ni quloq. To'qol. Yaxshi g'onajin ekan-a, Qirg'iziston parodiga o'xshagan g'onajin ekan akalar. Bashurlardan bo'lib o'tgan. Ha ha. Yemlamalari qilingan. Nomer necha? 91lik 882 882 67 77 necha pul qildi dedingiz bozorda? 8 millionga borib berasiz-a? Bor bermay 8 ming bermayapti. Kelishiladi. 200 ming qo'shsa bor beradi. Xo'p, necha pul bo'ldi? Bu ikkala kichkina 8 dan deyishdi. Qaysini? Ikkala kichkina. Bunichi? 9. Nomeringiz nechi? 99lik 99lik 534 534 80 36. 8036 barakasini bersin. Rahmat. Ana shu o'g'ini ham olib qo'ying mana. Hozir olaman, hozir olaman. Bir minut. Manlarni boshqacha nomerini olib qo'y, ikkalasini 9 milliondan berishmagan ekan. Boshqacha nomerini olib qo'y ikkovini. Necha edi nomer? Boshqacha aytib beringlar. 95lik 98 0595. 95lik 108 0595. 0595 9dan berilmagan. Bizda bo'ladi. Hop. Bularni oldim. Necha pul bo'lyapti? 15 milyon 200 mingga berishmayapti. Kimga? Ana bak. Ha, 15 milyon 200 mingga. 7 milyon 600 mingdan. 7 milyon 600 ming. Dehqonchilik bo'lsa bermayotgandir-da. Dehqonchilikmi aka? Dehqonchilik. Dehqonni olaman degan ukalarimizga telefon qilaveradi. Nomer berasizlarmi? Ber. Ayting aka. 93lik 309 309 24 23. 24 23 Telegramimiz bor-a? Telegramdan ham yozaverasizlar. Mazmun Marg'ulon. Akalar berishadi jinday bilan. Dehqon. Rahmat. O, tog'a, assalomu alaykum. Yaxshimisiz tog'a? Necha puldan necha pulgacha bular? Assalomu alaykum. 8 dan 7 8 dan. 7-8 kami bor. Holatiga qarab. Necha? Kelishgan xonasi bor. Bor. Kesalaring adresni aytadi, kelib ko'rsatsang bo'laveradi. Bo'laveradi. Nomeringiz necha edi? 91 Ha, 678 0240. rahmat. 91 678 0240. Rahmat. Mana yana qo'najinlar. Bir dunyo. Vagonda olib keladi bular. Boru, necha pul bo'ldi bular? 6 millionlik bormi? Manada. Ha? 16 dan qilyapti. Bermadilar 18 ga. Manlardan bir to'rtta qilaylik, shuni 6 dan qilaylik. Bu 16 yarimdan qilyapti. Hammasini qilaylik, 6 dan 5 million. 5 10. Kelishiladimi? Nomer bormi? Nomer bor. Ayting. 50lik 50lik 715 715 91 91. Hammasi ketaveradimi 6 dan? Hammasi ketaversin. Ular 7 dan qilib beraveraman. Kelishiladi. Qancha bo'ldi, tog'a? Bozordagi eng katta xonajinlar, ha? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ya, bozordagi eng katta xonajinlar 5 ga 5,5. Bularga to'lka kepay berasizlar, akalar. 10,5 million. Nomer yo'q, tog'a, yo bormi? Rahmat, salomat bo'linglar. Ikkovini ya? 13 dan bermabdi ikkalasini. Berarasizmi endi? Nomerni aytib ketinglar, nomerni. 91lik sekinroq.
326 85 99. Ketdi. Necha pul bo'ldi bu? Qancha? Sandaga yuraverasiz. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin. O'zingizni o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz. Abduqayim aka, necha pul bo'ldi video yakunida aka? Aka. Salomat bo'ling. Chiqamiz. Xo'p bo'ladi.